Jamiyatimizda ajralishlar juda ham ko'payib ketyapti hozir. Shu 3 ta narsaga amal qilsak, baxtli bo'lamiz oilamizda va ajralishlar ham kamayadi. Birinchisi duo. Allohga yolvorib duo qilishimiz kerak. Er ham, ayol ham Allohdan baxt so'rab duo qilish kerak oilasiga. Ikkinchisi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hayotlarini hayotimizga chizishimiz kerak. Rasululloh qanaqa muomala qilardilar ayollari bilan va ayollari qanaqa muomala qilishardi Rasululloh bilan. Rasulullohning hayotlaridan bitta qissani aytib beraman. Buxoriy rivoyat qilgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir kun Oysha onamiz uylarida sahobalari bilan o'tirganlarida Oysha onamiz ovqat tayyorlayotgan bo'ladilar. O'sha paytda Rasulullohga boshqa ayollarnikidan ovqat kelib qoladi. Haligini ko'rgan Oysha onamiz rashklari kelib, idishib bir urib yerga sindirib yuboradilar. Tasavvur qilib ko'ring, siz shu holatga o'zingizni solib ko'ring. Nima qilamiz? Birinchi turibsan, kimsan o'zi meni erkaklarning oldida, men o'rtoqlarim oldida pisand qilmaydigan, sharmanda qiladigan deb qiyomat qilamiz. Qiyomat bo'ladi. Lekin Rasululloh nima qildilar? Rasululloh turdilar, yerdagi idishni to'pladilar, ovqatlarni to'plab, bir chetga oldilar-da, kelib o'tirib, "G'arat ummukum", onanglar rashk qildi, onanglarning rashki keldi dedilar. Bo'ldi. Borib turib Oysha onamiz bilan to'polon qilib janjal qilganlari yo'q. Ya'ni ayolga ayoldek qarashimiz kerak. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Xayrukum li ahli va ana xayrukum li ahli." Sizlarning eng yaxshilaringiz ahlingizga yaxshi bo'lganlaringizdir va men sizlarning ichingizda ahlimga eng yaxshi bo'lganingiz menman dedilar. Uchinchi narsa tag'oful. Ayblarni ko'rib, mayda-chuda ayblarni ko'rib, ko'rmaganlikka olishlik. Ko'rib turibsiz, ayblar ko'p, chunki idealni inson yo'q. Shu ayblarni ko'rib turib, ko'rmaganlikka olib, bag'ri keng bo'lishlik. Mana shu 3 ta narsaga amal qilsak, inshaalloh oilamizda baxtli bo'lamiz, ajralishlar, taloqlar kamayadi. Islom ayollarga bergan haqni joyiga qo'ygan bo'lamiz.